Assalomu alaykum Razoq shahrining turg'unlari, ayimdar janob mirzolar, sizlar uchun Razoq shahrining sentridan, bozori oldidan chotki lokatsiyadan dag'i bir o'ta sonon jangliqda aytib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Razoq shahri Leylak bozorini ustida bu yoq tomonda ko'rib turganda ko'k masjid bor. Shu ko'k masjidning tagida yo'lli bo'yidan chotki lokatsiyada mana shunday mana ikki qavatli pishgan g'ishtdan solingan uy sotiladi. Bitbarda G'usloviyasi bilan. Bu yoq tomon Razoq shahrining sentridan Kurgovoydan chiqib kelayotgan katta yo'l. Bu yoq tomondan ham chiqib kelsanglar, har tomonlama qulay. Ko'rib turgandek katta yo'lni bo'yida joylashgan sotilayotgan uyimiz. Do'stlar, shu yo'l bilan tuz bosib chiqsangizlar, ko'rib turganingizdek sotilayotgan uyimiz chap qo'lda joylashgan 2 etajlik. Do'stlar, daha bir bor adresda aytib o'tamiz. Razoq shahri Dadasiyan ko'chasi 86-uy sotiladi. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari: uyning orqa tomonida yo'lli betida 6 ga 4 metrlik garajga cho'tka qilib dokumentalni joylarni ham olib qo'yganlar. Mana shu garaj joylari bilan qo'shib sotiladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb qo'ldan keyincha mana kalitkadan kirib, uy ichidagi uslovlarni taxtab sizlarga sonon qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda ko'rib turgandek, bu yoq tomonda cho'tka qilib uy yoniga keyinchalik navis qilamiz deb navisi joylarigacha qoldirib qo'ygan ekanlar. Hozirgi paytda ustalarni gaplashibdilar. Darvoza pilos mana qondiya mana ustalar xudo xolasa tez kunlarda kelib darvozaxona ustlarini ham cho'tka qilib navislar bilan yopib berar ekanlar. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek sotilayotgan uyimizni yon tomondan ko'rinishi panorama bo'lib 2 etajlik sonon bo'lib qurilgan uy. Pilos mana oldi tomonda 2 etajlik katta navislarigacha bor. Mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga granitsalarni taxtab ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, yerimizni opshi ayanti 10 sotik. Ko'rib turgandek pilos oldlariga sonon qilib monday mana betondan plashatkalarni qilib pilos quduqlarni qazib suvlarni chiqarib qo'yganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari oldi tomoniga monday qilib mana 2 etajli qilib yangi imoratlarni solib, 2-etajda bir uy bir dahliz bor. 2-etaj ham polnista remont bo'lgan. Pilos ostida bu yoq tomonda ham uchaxona, yonida eskalatorlari bilan bor. Pilos mana bu yoq tomonda ko'rib turgandek tanirxona, bu yoq tomonda ham mana eskalat, ko'mirxonalar hammasi shu tomonda joylashgan. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu yoq tomonda mana katyol pechkalarni shatga sonon qilib joylashtirib, polnista mana sistemalarni hammasini tortib uyga olib kirib ketganlar. Pilos bu yoq tomonda mana katta transformatorlarni ham sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Qishda ham yozda ham 220 to'qqa ishlab chiqarib beradi. Razoq shahrining sentridan cho'tki lokatsiyada mashinada mana sonon 2 etajli uy sotib olib maza qilib yashaymiz degan yaxshi niyat qilgan aka-ukalarimiz bo'lsalar, obязательно bir-birdan like bosib qo'yishni unutmangizlar. Mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda ko'rib turganda 1-etajda sonon uzunligi 8 metr, eni 2,5 metrlik katta zal bor. Pilos mana kirganimizda paroya toplinani sistemalarini cho'tka qilib pechkalarni qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb o'ng qo'ldagi birinchi xonadan sizlarga sonon qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda bu xonamiz ham razmeri turga 5 metrlik sredniy xona. Pilos mana ko'rib turgandek ikki tomondan cho'tka qilib oynalarni qoldirganlar. Pilos mana har bitta xonada oynalarni tagiga cho'tka qilib paroya toplinani pechkalarini sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari: paroya toplinasi bor. Qish kunida hammasi bir xil temperaturada isiydi. Pilos mana ko'rib turganda har bitta xonani cho'tka qilib monday mana yangi chiqqan aboylardan cho'tka qilib yura remonlarni qilib qo'yganlar. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoqda mana chap qo'ldagi yana bitta xonani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ko'rib turganda bu yoqda mana katta uzunligi 8 metr, eni 4 metrlik katta zal bo'lsa bo'ladi. Do'stlar, mana bu yoqda o'ng qo'lda mana ikkinchi xonani ham sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bu ham ko'rib turgandek detskiy xona. Bu xonaning ishlarini sonon qilib, yangi chiqqan aboylardan yura remonlarni qilib, pilos har bitta xonaga paroya toplinani pechkalarini sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Ko'rib turgandek patologlari, devorlari hammasi cho'tka bo'lib yura remont bo'lgan. Do'stlar, mana to'g'ridagi xonani ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqdagi mana kuxnya. Ko'rib turgandek kuxnyada ham bitbardiq usloviyalari bor. Ko'rib turgandek mana bu yoq tomonda sonon qilib katta oynalarni qo'yib, stollarni qo'yib, pilos monday mana paroya toplinani
Pichkalarni qo'yib qo'yganlar. Katta 20 talik desa ham bo'ladi. Qishki kunida hammasi issiqqina bo'lib bir xil temperaturada isiydi. Do'stlar, ko'rib turgandek, kuxnyada ham, dushovoyda ham issiq suv, sovuq suv bor. Qishin yozin desa ham bo'ladi, quruqlik. Do'stlar, mana kuxnyani yonida bu yoq tomonda dushovoy joylashgan. Bu dushovoyimiz ham ko'rib turgandek razmeri 4x4 metrlik katta dushovoy desa ham bo'ladi. Bu dushovoyimiz ham yangicha dizaynda so'nim qilib monda buni chotki qilib kafillar bilan devorlarini, pollarini yevrorimoldan qilib qo'yganlar. Böyle sonra pataloylarni ham ko'rib turgandek yangicha dizaynerda chotki qilib plastiklar bilan apshukalarni qilib, bu yoq tomonda ham ko'rib turgandek bitparda uslovya bor. Ko'rib turgandek o'g'lonlarda issiq sovuq suv bor. Böyle sonra bu yoq tomonda hozirgi paytda mana kir mashinani yoqib qo'yganlar, kir mashina ham ishlayapti. Qishki kunida sovuqda tashqariga chiqib o'tirmaysizlar. Dushovoy ichida hamma uslovyasi bor. Do'stlar, sizlarga birinchi etajni ko'rsatib o'tdik. Endi mana bismillahirrohmanirrohim mana listensiyadan chiqib borib, sizlarga ikkinchi etajda so'nim qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim ikkinchi etajga chiqib kelganimizda ko'rib turgandek, chiqishda bu yoq tomonda mana katta zal bor. Bu zalimiz ham razmeri 8 ga 2,5 metrlik katta zal. Zalga ham so'nim qilib monda mana plastik romlardan qo'yib, devorlarini, pataloylarini chotki qilib, yevrorimoldan qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu uy sotgan odam kelib tulka pardalarni ilib, har bitta nimaga chotki qilib, so'nim qilib lyustralarni qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Do'stlar, mana mana listensiyadan chiqqanimizda chap qo'ldagi birinchi xonadan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana kirganimizda bu xonamiz ham bunaqangiz uzunasi 8 metr, eni 4 metr. Biz mana pataloylarni ham yangi chiqqan dizaynerda chotki qilib, yevrorimollarni qilib, bu mehmonxonaga bir nimasi 3 ta chotki qilib olgan mana plastik romlardan qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bu xonadan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda yana bitta kichkina mehmonxona bor. Bu xonada ham hozirgi paytda mana mebellarni, plus mana stol-stollarni hammasini chatga qo'yib qo'yganlar. Plus mana ko'cha tomonga so'nim qilib plastik romlardan qo'yib qo'yganlar. Ikkinchi xonadan chiqqanimizda bu yoq tomonda katta zalli, to'g'risida yana bitta xona bor. Bu xonani ham sizlarga so'nim qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek, bu xonamizni ham shpaklopka aptilka qilib, plus mana pataloylarni ham yangicha dizaynerda chotki qilib, yevrorimollarni qilib qo'yganlar. Hozirgi paytda bu yoq tomonda ko'rpa to'shaklar turibdi. Do'stlar, bu xonani ham razmeriga keladigan bo'lsak, 5 ga 4 metrlik sredniy xona desak ham bo'ladi. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda mana uy oldida ikkinchi etajda yana katta navis bor, balkon desak ham bo'ladi. Ko'rib turgandek, bu balkonni ham so'nim qilib polnisda romlarni qo'yib zakrita qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu navisimizni eni 3 metr, bunaqangisi uzunasi ham 13 metr. Uyimizni razmeriga keladigan bo'lsa, uyimizni razmeri 13 ga 13 bo'lib solingan 2 etajlik. Bitparda uslovyasi bilan. Do'stlar, daha bir bor aytib o'tamiz, Razoqov shahri Dadasiyon ko'chasida shunday mana 2 etajli uy bitparda uslovyasi bilan sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsa, narxini 9,5 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazoyin nomlarini jazib qoldiramiz, chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishinglar mumkin. Do'stlar, agar sizlarga videomiz yoqsa, обязательно shu videoni uyalamiz degan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.